Sehr qiluvchi zolimni jazolash. Qur'on biz mu'minlar uchun konu xazina bo'lib, uni bilish bilan sirlardan bahramand bo'lish mumkin. Kim sehr qiluvchi zolimdan xalos bo'lishni istasa, bir oz so'zimizga quloq tutsin. Sehrni paydarpay qilishlaridan charchadingizmi? Chorasiz qayerga bosh urib borib murojaat qilishni bilmay qoldingizmi? Og'riqlardan dilzada bo'lib qoldingizmi? Unday bo'lsa, ushbu Qur'oni Karimdan birgina oyatdagi sirga qarang. Sidqi ixlos bilan bu oyat virdini qilishga harakat qiling. Bu dunyoda hamma dardning davosi bor. Zero virdi borning voridi bor. Ushbu wird 7 kun uzluksiz xufton namozidan so'ng o'qiladi. Niyat sehr qiluvchini bilish, uning yomonligidan najot topib, ibrat olam bo'lishi kerak. Tahoratli holda toza liboslar kiyib, avratlarini berkitgan holda qiblaga qarab o'tirib o'qiydi. 70 marotaba istig'for aytadi, 70 marotaba salovat aytadi. So'ng Soffat surasining 98-oyatini 313 marotaba takrorlaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين